Salomning qadrli kuzatuvchilarimiz, navbatdagi xonadonimizni kombo jaluzilarning ustanovka xizmatiga kelganmiz. Ko'rib bitta baho berishingiz mumkin. Idealniy bo'ldi, xudo xolisa. Aboylarga moslab berganmiz. Ranglari juda chiroyli bo'ldi. Shogird bitta ochib olib borgan, ochish ishlashlarini ko'rsatdik bularga. Ochilib yopilishlari yumshoq bo'ladi. Denni o'chishlaydi bu. Denni o'chishlaydi. Xolisi yorug', xolisi yopib qo'yishadi. Xudo xolisa idealniy bo'lgan. Ustanovka xizmatlari, o'lchash xizmatlari bepul. Murojaatlar uchun bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Idealniy qilib bitirib beramiz, xudo xolisa. Bu yerda koridorlarida plesek jaluzilarni qo'yganmiz. Plesek. Buni ochilishlari ham idealniy. Tepadan pastga chiqaveradi. Idealniy qilib beramiz, xudo xolisa. Xizmatlar bo'lsa bemalol aytaverasizlar. Blackout materialda bo'lgan eng qalinidan bo'lgan 95%lik. Bu xonamizda spalnigimiz aboyiga moslab sal to'qroq xohlashdi. To'qrog'idan qilib berganmiz spalniyligi uchun. Bu ham juda chiroyli bo'lgan. Oldingi jaluzilar tepadan bo'lgan ekan, u yoqmagan hisobiga pastdan ichiga qo'ydirganlar. Atko'z ichida bo'lgan hamma xonalarniki. Murojaat uchun atpisanada nomerlar bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Idealniy qilib xudo xolisa ishlarni bitirib beramiz.